Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana kabutar ishqibozlar uchun chiroyli qafaslarimiz tayyor bo'ldi. Birma-bir tanishtirib o'taman. Qafasimiz mana 20 ta uyali, balandligi 220, uzunligi 1.60, yon tomoni 1.60 sm ga ega bo'lgan qafasimiz. Qo'llari ham mana chiroyli tarzda bo'lgan. Odam kirsa bemalol ko'taradigan darajada mana portishkalari. Qafasimizning narxi 2 million so'mga sotildi bu qafasimiz. Xohlovchilar bo'lsa yasab berishimiz mumkin. Keyingisi mana vazishga qo'noqlar bor tashqarida. Portichkalari keng holatda bo'lgan. Jami 20 ta uyasi bor. Eshiklari mana pastki eshiklari. Ichida qo'noqlari bor mana. Chokko shokolad rangda bo'lgan. Bu qafasimiz ham narxi 2 million so'm bo'lyapti. Bu ham zakazga yasalgan qafasimiz. Xo'p, bunisi esa mana oq rangda bo'lgan. Portichkalari va juplash xonalari bor mana edi, farqlash xonalari. Ichida 25 ta gnezdolari bor va eshiklari mana pastki holatda. Ichiga odam kirsa bemalol ko'taradi. Yon tomoni ham, orqa tomonlari ham panelda mustahkam qilib qatirilgan. Ichida qo'noqlari bor. Bunimizning narxi 2 million 200 mingdan 2 million 400 minggacha bo'lyapti. Bu 2 million 200 ming so'mga sotildi bularimiz. Razmerlari qaytarib o'tamiz. 1.70 ga 1.70, balandligi 220 sm. Kanalimizga obuna bo'ling, eng sara yangiliklarni kuzatib boring deb qolamiz. Kanalimiz rivoji uchun bir dona lakingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Murojaat uchun telefon nomerlarimiz ekran ostida.